Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu ve selamu ala Resulü Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bizim de iki şu arasında kısaca din dersi. Ama bizim de akide meselelerine bağışlanan bulan. Hem bu günde en muhim sorulardan birisi. Şuna göre tınlasanız bir kişiye de Allah'ta bulmayın. Tınlamasa belki şu bilim kişini cehennemden saklap kalmanlardan mümkün. Çünkü akide meselelerinde bir yalvarışuy bütün ibadetlerini sızıp atar. Hem bugünkü tema tevekkül kılın. Biz bu vakitte oynuyoruz, biz ibadet tevekkül kılarız deb. Hem yetinler taraftarı siz anlarsınız. Yüzünde bu vakitte oynuyoruz şimdi fikirde tutan tevekkül kılamızın mı yok mu diyor. Çünkü telbiye mevzu bir narsa, ağlav ikinci narsa. Hem tevekkül kılını ağlav, bu Müslüman için büyük mühim. Çünkü Allah'tan varlığın, birliğin, tanrını turmuşumuzda kullanın. Bize aytilgan ki Allah'talar var, Allah'tadır. Tevekkül kılar kişi vakitte, hem bu vakitte neserde tevekkül kılar, hem biz kılarız tevekkülünü bu vakitte kimge, özümüzge tevekkül kılar mümkün. Men şunday güçlü, men şunday kuvvetli, men şunday bilimli. Hem biz bir amal işlegende, çünkü özümüzün bilimimizge, güçümüzge ışanarız. Çünkü yeyse biz ışanarız, bizim ihtiyaçımız şunday kuvvetli, onlarda şul usta yürüten maşinanı, yeyse anın maşinası şu kadar eybet, maşinası tevekkül kılarız. Yeyse tuğanımız şunday bizim zor dereceli kişi, şimdi bütün bu özüler biz anara bağlıyız günlüklerimizin. Hem bağlı günlüklerimiz, hem biliriz, eğer de olmasa bittik. Bu var iken bizden iş var. Bunlar bütün misallar buna, belki yine misallar, hamalar her ameline uylap karasa, her kılganda tevekkül kılarız mı, biz Allah'ta yok mu? Tevekkül kılın, Müslüman kişisi için o farz amel. Kur'an'da birinci ayetdekine, Kur'an'ın birisi İmran Surası'nın 159. ayetinde Allah aytadi. Nesandirlarga ningni qorga kelsangiz, Alloh taolaga tavakkal qilamiz. Oddiy ravishda, ochiq ravishda mana bitta shavolada bo'lmaydi. Ningni qorga kelsangiz, bir Alloh taolaga tavakkal qilamiz. Alloh taolo tavakkal qiluvchilarni yaratadi. Tavakkal qiluvchilarni yaratadi. Ham 160-oyatda Alloh taolo davom etadi. Agarda sizga Alloh taolo yordam etsa, bir kimda sizni yenga olmas. Agarda u sizni qoldirsa, kim sizga Allohdan qo'l yordam etadi? Buni aytuvimiz ham davom etish oyatda mu'minlar Alloh taolaga tavakkal qilsinlar. Bu bir qisqa, bir muhim, biz o'qiymiz, oddiy tekst bu. Biz tavakkal qilamiz. Ana tavakkal qilib, ana narsalar chiqqan kishilar Allohdan bilarmi yo'qmi? Tavakkal qilib, ko'p vaqtda shunga nindir amal, nindir duo qilib, narsalar so'rab. Tavakkal qilib, amal değil. Aqidada amal yo'q. Tavakkal qilib, duo qilib değil. Tavakkal qilib, sebebni oshtirmaydi. Lekin tavakkal qilib ish har ishda Müslüman kişinin ya Müslüman, ya iman getirgen, ya tavakkal qilmaykan, nindigina izga tashqi tarafdan amallar qilsa da, bu Müslüman değil. Bu Allah'tan tanımıyor. Ani bana tavakkal getir. Çünkü bu prinsipiyel bir soru. Ya tavakkal qila Alloh taolaga, tavakkal qilmaykan, aslında Müslüman değil. Avara ya yo'g'isha kerak ekanini anglaydi. Tavakkal qilishdan bir qiyin. O'zingizni o'ylab tutsangiz, qarmanlikda kimga tavakkal qilasiz, qarishni ishlaganda. Endi tavakkal qilgan kerak bo'lgan shu dindan chiqib ketadi. Allohning hududini olsa. Çünkü bu neyse son tavakkal qilib, men sizga qisqacha anlatsam, Allohga tashlaysiz, Allohga sa'vasan, baribir qo'yganlar so'rovlarga kiradi. Tavakkal qilib, u murojaat etib bilan so'z bunday kerak to'y. Buni bilan nindir ishlashganda bir qaror qildingiz, narsa ishlagan, bozorlar bilan nindir ishlagan. Ko'nglimiz bilan murojaat etamiz, bir Alloh taolaga Onlardan so'raymiz. Bu ishda onlardan yordamchi bo'lun. Kirtalarni itaruni, yordamni beruni, yo'llarni ochuni, ham bu ishni borib chiqaruni. Agarda u bizning uchun xayrli bo'lsa,
Tam en muhimi, mana bu müracaatganda biz şimdi o'ydan ishonarga tiyish. Bu ish albatta borib chiqajak. Biz shiklantiryapmiz, chunki shiklansa borib chiqsa albatta bo'ladi. Müracaatlarimizga Allohga biz o'zimiz şimdi o'ydan ishonarga tiyish. Alloh bu ishni albatta bo'ldirib chiqajak. Chunki u qudrat biz shiklantiryapmiz. Agarda u bizim uchun xayrli bo'lsa, borib chiqmagan ekan, Alloh bilishi bu bizim uchun xayrli amr tugul. Şularına, lakin şıklarına yaramaz. Bunun işinde varıp çıkmadan Allah'ta oturmadan. Mümkün değil. Şimdi ondan bu işte biz kapışarız Allah'ta. Onlardan bana yardım etmeliyiz. Çünkü oğluna cingini verici, oğluna hakim, oğluna güderici, oğluna düşürücü. Allah'tan sıfatlarından belli Allah'ta tevakkal getiriyor. Bu zaman totaşa ekibini Allah'a tapşırdık. Tapşırdık. Buna şimdi oynayalım. O kamerayı bağımlıda dur, her şeyi işlegende bizim umudumuzun haleti. Biz şimdiden şunlarız Allah'tan ne tapşırırız. Hemen biz misalları hazır olarak getiririz. Hem hadislerdeki bana mühimlik durumda antropoloji etip kaldıram. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisindeki benim ümmetimden 70 bin kişi hesapsız ki cennetke. Hesapsız kuru en zor derece. Avtomat uzaklık koyuyorlar. Biraz tutturur cennetke. 70 bin kişi. Ondan sonra bu idinde büyük eyber. Kimler sınavlar 70 bin kiruşu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan Nabi Allah'ın kimlerini iskatırsanız tevakkal kılı bir kıyım. Şu an kadar 70 bin kurtuğu. 70 bin kişi hesapsız kırar. Tamalar kimler? Allah'tan bir rapalarına kadar tevakkal kılışıyorlar. Sihir bilen çıkılamışlar. Hurafatlarga akşamışlar, sürtüp yandırmışlar. Bundan sonra eğer de kurasız, baribir bizning goroskopni ochib qarasi keladi. Baribir bizning kimdir aytayotgan kelajak narsa atsaması keladi. Bu butunisi Allohga tavakkal qiluvni yuqori chiqaradi. Bir kelajak bir kunga da belgilab turadi. Absolutno. Bir kishiga da Allohga uni bilib bermaydi. Nechun desiz hozir? Kerak o kishiga foydali bilimlar bermaydi. Bilmay bir kishilar kelajakni. Lekin biz baribir de bilasiz kelar oldan narsa bo'lgan. Mana bu oldan narsa bo'lsa keluv, bilasin keluv tavakkal qilib bilan bir yo'l bo'lmaydi. Ya biz bu bizga bir qachon dedilar, so'qlagan Alloh qilsin. Bu bizda ham so'z yo'q. Yani bilmiyorum andi hadisinde Kur'an'da da yok. Bizde var Allah'la tavakkal qilib. So'qlan sebeplerden qilib albatta uni geçirishini dediklar. O sebeplerden albatta qilib kerak. Lekin biz ko'nglimizdan shunday Allohlar bizni saqlar, bizni eshittiradi bu darajaga. Bilan hazratlarni borib o'taymi? Ham misol deb keltiramiz. Qur'ondagilar ikki misol, ortiqlar ikki misol keltirasiz. Birisi Bayr sug'ishi. Onda siz bilasizlar endi, bilmaychilar bilan hozir o'qib qarasiz, sizni internetdan topib Onda musulmonlarning soni az bo'lgan. Mushriklarining soni ko'pga ko'rak bo'lgan. Alloh qo'rqqan, lekin Allohlar ko'ngillarida iymon kuchli bo'lgan, Allohga iymon keltirib, so'rishga ketganlar. Bir Allohlardan kutganlar jingni olganlar, jingu kishining ko'pligidan turib. Jingu kimga Allohga jingni berish shundan. Jingu. Chunki biz bitan qo'rqmanda 300 partnasiyonda turishga parvoz tarafda bo'lgan. Bunda biz o'zimizning tarafdan so'rashda musulmonlar, lekin ular kutganlar bağlarından ümitlerin Allah'la biz ona şu kadar iman getiririz, onlardan güdemiz, bu bizni kaldırmaz, bizim yerdeminden yaşanılır. Tam Allah'la da şu konudan üzerine tapşıranlar için Allah'la onlarga bergen yardımcı, küçültken üçünün karşılayan tembeler sonuçunda es sonlu Müslümanlar, cingenler, kup sanlı müşriklerini Allah'la ne? Cingu bir Allah'la askerden değil, güçten değil, şu konudan şanlı. Tam ikinci misal, şunu Müslümanlar, sahabeler anlatım, vakıtında misal Huneyn savaşı bulduğun Mekke'ne olan nasıl? Müslümanlar bulganlar kubrek bulganlar, müşriklere bulganlar, kubrek. Tam onlar etkenliğe suçur, İstihbarat arasında etkenliğe suçur. Allah'ın silahlarından anlaşılayınca, onların kumullarında şunda his var kalken, his var kalken. Onlardan biz ez bulganda da Kurkustan'da müşriklerin jingedik. Allah'tan kubrek olanlar, kubrek müşrikler. Ama kurkular şimdi biz elbette jingedik. Burası orada Allah'ın sinemadı, milletlerden şunu bulgan. Allah'ın bilenler.
Biz indi hazır bizning jingу kisida. Chunki ular qanday jingуning sababi, jingу Allohdan tugul, jingу askarning ko'lamidan. Şulay bo'lib, hamma vaqtlar qiyomat kuniga qadar musulmonlar olay bilan o'ylamasınlar uchun ularga jingу va shu bilan hamkorliklar sizga ikinchi tor bo'lib qoldi. Hammalar shunda qolganlar, g'azabda qolganlar, ularga to'shab qolib, agar payg'ambar sallallohu tutmamasa, qaysiga ular Qizil dengizga qarab shohlarga qo'ydilar. Shunday, mana bu Alloh ularga jingillik boshasini totirga bergan. Narsa uchun durust o'ylamaganlar uchun. Chunki Alloh taolo bilan sizlarni o'ylaganlar bilan kishilarni. Bu ikinchi misolda tavakkal qiluvni anlatadi. Boshqa tavakkal bor. Işte tavakkal qilganlar o'zlarini ko'pligini. Alloh taolo shunasidan tavakkal qilsin o'zingizga yordamdan qo'llayotgan Peygamber surasidagi agar Alloh taolo yordamdan qoldirsa, kim sizga yordam etadi? Butunlay etadi. Ular boshqalar ularni qaramizdan. Hamma bunda tavakkal qilganda shunday bir sababi qilib kerak. Albatta sababi qilib shulay farz. Lekin bularga ayrim sabab, ayrim tavakkal. Ular ikkisi birga keladi. Imtihonga hazırlanayotgan agarda mindarasini qo'yar kitobni Alloh taolo topshirdi. Cidden bu şeyler değişmedi. Elbette bu şimdi andı. Tavakkal qilganda qilar ishtiran qaror qilgan amal to'g'ri keladigan tiyish. Amaldagi Alloh taolo tomonidan qo'yilgan qonunlarga to'g'ri kelib, ham shariat qonunlariga to'g'ri keladigan tiyish biz tavakkal qilgan amal. Misol uchun siz qilgan mumkin tavakkal oyqam o'tishim. Bunda yillar bor, oydan o'tishim xotin qizlarga. Xotin qizlarning Allohning bir yo'li bilan bo'ldi. Kamina o'tishim narsasini xotin qizlarga da endi. Bu aldov. Biz minarasini agar tavakkal qilsak, har oyqam o'tishamiz. Oyqam o'tish narsa kerak. Allohdan qonunlarini endi arbitrajda birinchi kosmik skorost u 7 km sekundasiga kerak razvoytirga. Kishi o'ziga aytadimi? Raketa bilan bor. Agar siz raketa o'tira turgan kosmonavt bo'lsangiz, sizni yo'lga jibaradi. Siz Alloh taologa tavakkal qilasiz. Chunki siz tavakkal qilasiz. Raketga to'g'ri bir Alloh taologa. Lekin qonunni biz qaradik. Raket nazarlab qo'ydik. 11 km sekund oyqam uchun ishligini 11 km sekund kerak. Yerdan olib ketirish uchun oyqada. Shuni bildirgandan so'ng sababi Allohdan qo'ygan qonunlarga to'g'ri kelgan sababni bildirgandan so'ng kosmonavt tavakkal qiladi. Raketga to'g'ri ultrada yo bana chiqarmalarni. U tavakkal qiladi Alloh taolaga. Tavakkal qiladi ham mana bu tavakkal qilib sababini qildi. Qonun qalam qonunlarga to'g'ri keladi. Şuraya 500 tuganda bunda tuzuk. Buradan belki sozlarında. Agar boshqa tekshirib chiqadi, qoratish, qonunlarni qarab, shundan so'ng Alloh taologa tavakkal qilamiz. Onlarga sabablar bo'lg'atish, tavakkal qilish shu sababni bildirgan ishlaganda bizning ko'nglimizni holati faqat bir Alloh taoloning bizni natijani ko'taradi. Bir Alloh taoloning natijasi. Ham natija bo'lgankin, bo'lmasa mumkin. Biz olay shart qo'ya olmaymiz. Raketa hazırladik. Minirgatish Alloh taolo mingizga mumkin. Shunday agar raketga tavakkal qilib ketsa kosmonavt raketda shunday xabarlar mumkin. Chunki Alloh taologa tavakkal qilsagina barib ishda. Oyma. Ham kelib qayda Alloh taologa tavakkal qilsagina. Mana bu Alloh tavakkal qiluvning tub ham biz qabul etamiz agarda biz tavakkal qilamiz barib ishtimon ekan, yesa bilan qondan turib kelmaydi. Yesa bu bizim uchun xayr bo'ldi. Chunki Baqara surasida 206-oyatida kelar, siz narsani bir qanday yaratarsiz. U sizning uchun xayr bo'lmas. Balki siz bir narsani yaratmasiz. Sizning uchun unda eng xayrlisi yashilgan. Shunga ko'ra biz shunaqatish suranga g'alam va qonunlarni Allohning shariatini to'g'ri keltirib, sabablarni qilirga ham bu ishni boshlaganda shu ko'ngildan Alloh taologa biz tavakkal qilishga tiysh. Agarda barib chiqmasangiz, Alloh taolo g'ayblarga tiyshdir. Alloh taolo bilishi balki bu ish bizning uchun xayrlidir. Bu qisqacha g'ana anlatganda dinning asli. Bu bo'lsa kishi iymonli. Bu bo'lmasa kishi ona bitirmaydi deb chiqadi. Biz shu ko'ngildan topshiramiz Alloh taologa amallarni qilganda. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.